Drabilka o'zi qachon o'ylab topilgan? Hech xayolingizga kelganmi? Drabilka 19-asrning 1858-yilda o'ylab topilgan. Drabilkani o'zi qanday tanlash kerak? Bu bo'yicha biz master klass o'tib beramiz. Mana bu drabilkamiz, Roxon drabilkamiz. Drabilkani hozir hamma maxavikli bo'lsa zo'r bo'ladi deb o'ylayapti, lekin adashasiz. Maxavik bu og'ir metal jism hisoblanadi. Maxavikning o'zi где-то 8-7 kilogramm bo'ladi. Unga pichoqlar bilan qo'shganda общий kilogrammi 13 kilogramdan 15 kilogrammgacha bo'ladi. Xo'p, 12 kilogramm bo'lsa hamchi, bu og'irlik qiladi motorimizga. Agar siz maxavikli drabilka oladigan bo'lsangiz, katta poyalarni drabilkaga tiqadigan bo'lsangiz, u drabilkamiz nagruzkada ishlab, drabilkamizning motorini pachumliga ketishi juda ham tez bo'ladi. O'shaning uchun siz maxavikli drabilka emas, pichoqning tagiga list qo'yilgan drabilkani tanlab olishingizni maslahat berardik. Ya'ni operatorimiz yaqin kelasiz, mana shu pichoqlarni bir ko'rsatib o'tamiz. Mana bu drabilkamizni mana bu ko'rinayotgan bo'lsa-da agar pichog'i listdan qilingan, pichog'i ya'ni yuqoriroq, bu og'ir emas. Общий drabilkamizni pichoqlari va listi va mana bu yerda turgan molotoglari общий kilogrammini hisoblaydigan bo'lsak 7 kilogrammga boradi. Endi 7 kilogramm bo'lgandan keyin bu slabiy bo'lib qolmaydimi deysizmi? Yo'q, adashasiz. Bu ham bemalol aylanishga yordam beradi, ham drabilkamiz baquvvat va umri uzoqroq bo'ladi. Nega? Bu og'ir-ku, bu yengil-ku deyishingiz ham mumkin. Og'ir bo'lgandan keyin drabilkamiz u motoriga nagruzka bo'ladi, kuchli nagruzka. Yana siz unga tepadan poya tiqqaningizdan keyin drabilka kuchanib ishlaydi. Bu drabilkalarimiz o'qqa to'g'ri qadalgani uchun pichoq nagruzka tushish ehtimoli ko'proq. Remilli drabilka bo'lganda ularga maxavik qo'ysa bo'lardi. Endi drabilkamizni ba'zilar past qismiga ham pichoq qo'yapti. Yo'q, adashasiz. Drabilkani past qismiga pichoq qo'yganingizdan keyin drabilka ishlamaydi. Drabilkani doimiy tepa qismida pichoq bo'lishi kerak. Hozir drabilkani o'zi aslida qaysi pichoqlar ishlaydi, buni ham ko'rsatib o'tamiz. Drabilkamizni har doim ustki qismidagi pichoqlar ish beradi. Mana bu yeriga ham shuni to'g'riga, pastki qismiga ham pichoq qo'yishyapti. Bu keraksiz jihoz bo'ladi. Bu keraksiz motorga nagruzka tushadi. U pichog'i kerak emas, ishlamaydigan pichoq bo'ladi. Mana bu tagidagi pichoq ham ishlaydi. Buni ham tagiga ba'zilar pichoq qo'yapti ekan, u ishlamaydi. Drabilkani har doim mana bu ustki qismidagi pichoq ishlab boradi. Ba'zilar mana buni tagiga ham pichoq qo'yib ishlayapti deb o'ylaydi. U keraksiz narsa, kilogramni ko'paytiradi, motorimizga nagruzka tushadi va motorimiz qiynalib ishlaydi. Molotoklar doim ishlaydi. Drabilkaga 3 tadan ko'p molotok ham shart emas. O'zi mana shu 3 ta molotok ham makkani donini, bug'doyni donini maydalab beradi. Molotok qachon ishlaydi? Molotok faqatgina makkani doni va bug'doyni doniga ishlab beradigan narsa hisoblanadi. Pichoqlar esa poyaga ishlab beradigan narsa. Bu drabilkamizga mana bunday setkalarni qo'yasiz. Mana bu setkamiz aslovni makkani doniga, bug'doyni doniga ishlaydi. Mana bu setkalarimiz ham makkani doniga 2 bo'lib, 3 bo'lib berishga ishlaydi. Mana bu setkalarimiz esa poyalarni maydalab berishga ishlaydi. O'zida turadigan mana bunday yirik setka bo'ladigan bo'lsa, bu ham poyaga ishlov beradi. Bu mana teshigi katta bo'ladi. Mana shunday teshikli. Bular aslovni poyani, makkani o'zini promoy sotasi bilan maydalab berishga va poya deysizmi, beda deysizmi, somon deysizmi, hammasini maydalab berishga moslashgan. Agar video yoqqan bo'lsa, yana qaysi mahsulotimiz haqida shunaqa to'liq obzor ko'rishni xohlaysiz, videolarda izoh qoldiring va mana shunday drabilkalarni sifatli kerak bo'ladigan bo'lsa, Roxonga kelaverasizlar.